paltidagi pi bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Pi Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Pi'ning beshidan olinadigan shakli. Misol: Pasha. Pi'ning bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: Toshbaqa. Pi'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: Yip. Pi'ning ayrim shakli. Misol: Dop. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Pasha pi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toshbaqa pi harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yip pi harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Dop pi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Pap, pap, pas, pan, pash, put, top, par, ta, parta, ar, pa, arpa, pa, sha, pasha. Turpan Vadisi. Turpan Şinjan Uyghur Abnum rayonining güzel vadilaridan biri. Turpan üzümning kani. Turpan üzümü rəhmi şirin bo'lib, butun mamlakatimizga va dunyoga dangliq. Turpanda yana paxta terildi. Turpan paxtasimi bek dangliq. Turpan nihoyatda qadimiy, güzel shahar bo'lib, bu joyda qadimki asar atiqlar ko'p. Shunga har yili bu yerga ishki o'lkalardan va chet ellardan minglagan mehmonlar kelib ekskursiya qilib turadi.